Qaranglar, orxideyamizning ildizlari bo'kib turibdi. Ungacha bizni tayyorlaymiz, udaveyasin. Mana bunaqa mayda kara. Mana shuni tayyorlaymiz. 3 ta garshokka 2 tani aralashtiraman, solaman. Mayda. Chunki katta-kattasi ham ildizlarimni birga qilib qo'nmaydi. Va ildizlari ochilib o'tadi. 2 tani soldim. Endi qaranglar. Mana bunaqa seramis degan narsa bor. Bu shunaqangi mineralniy narsaki, avtopoliforniga o'tadi. Shu solganda juda ham yaxshi narsa, mana shu bunaqa qiladi. Nima desa bo'ladi, ortiqcha namni shim oladi, kerak bo'lganda o'zidan keyin chiqarib beradi. Buni qayta-qayta ishlatsa ham bo'ladi, achimaydi, sasimaydi. Hamma rasteniyalarga qilsa bu juda ham yaxshi narsa, ayniqsa orxideya ham buni yaxshi ko'radi. Mana shuni solamiz. Yarmini soldim, yarmidan ko'prog'ini soldim. Aralashtiramiz. Seramisni ko'plar biladi. Ozgina qotganimda, yana seramis so'raman. Shunaqa yaxshi narsa. Tiga cho'kmasligi uchun mana bunaqa g'ishga o'xshagan mayda tosh bo'ladi, mineralchalar. Mana. Mana shu garshokka ekamiz, hozir uni ham ko'rsatib beraman.